Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC prezidenti Dana White Conor McGregorning Max Holloway bilan jangda olgan jarohatiga munosabat bildirdi. Aql bovar qilmas kart. Men hech bo'lmasa bir raund haqiqiy jang bo'lishini kutgandim. Keyin esa Conorning kardiosi bilan nima bo'lganini tushunmadim. Baribir 5 yil oson emas. Unda xochsimon tizza jarohati bo'ldi deb aytib o'tgan Dana White. Yarim o'rta vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Islam Makhachev ikkita diviziondagi sobiq UFC chempioni Conor McGregorning 5 yillik tanaffusdan keyingi ilk jangi haqida fikr bildirdi. Irlandiyalik sportchi bugun UFC 329 turnirining markaziy bahsida amerikalik Max Hollowayga qarshi oktagonga ko'tarildi va birinchi raundda imkoniyatni boy berdi. Islam Makhachevning gaplari: Conorni mag'lub etdi. Tabriklayman Max deya o'zining X sahifasida mazkur jangga munosabat bildirgan Islam Makhachev. Albatta do'stlar, Max Holloway Conor McGregorga hech qanday zarba ham yo'llay olmadi, ammo Conor McGregorning o'zini jarohatlab olganligi sababli ushbu jangda texnik nokaut orqali mag'lubiyatga uchradi. Albatta ko'ramiz. Conor McGregorning jarohati jiddiy bo'lmasa, albatta tez orada yana oktagonga qaytadi degan umiddamiz. Bu paytda bo'lsa Conor McGregor tilga kirdi va g'alati mag'lubiyati sababini aytdi. Max Holloway bilan jangning dastlabki soniyalarida sakrab oyoq bilan zarba berishga urinib, tizzasidan jarohat olgan Conor McGregor ilk bor mag'lubiyatiga izoh berdi. Irlandiyalik sobiq ikkita vazn chempioni o'zini qanday his qilayotgani hamda ruhiy holati haqida gapirdi. Uning gaplari: "Menda xuddi chilindirlar bloki kallagining qistirmasi teshilgandek bo'ldi. Hammasi yo'q qilindi. Jang oldidan menda hech qanday jarohat yo'q edi. Butun lager davomida, shuningdek, oktagonda chiqishda xotirjamlik bilan oyog'imda sakrab chiqardim. Bu hech kutilmaganda sodir bo'ldi. Hozir men juda qorong'u holatdaman, qop-qorong'u. Buni ta'riflashim mumkin bo'lgan yagona narsa bu haqiqiy do'zax", deb yozib qoldirdi Conor McGregor Las Vegasdagi UFC 329 turniridan so'ng ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Conor McGregor oyog'iga muvaffaqiyatsiz tushganidan so'ng muvozanatni saqlay olmadi va natijada hakam Mark Belter jangni 69-soniyadayoq to'xtatdi hamda Max Hollowayning texnik nokautli g'alabasini e'lon qildi. Qizig'i, 5 yil oldin o'tkazilgan Dustin Poirierga qarshi so'nggi jangida ham Conor aynan birinchi raundda oyog'ini og'ir sindirib olish ortidan mag'lubiyatga uchragan edi. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Conor McGregor yana tiklanib oktagonga qayta oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa yengil vazn toifasida UFC sobiq chempioni Khabib Nurmagomedov UFC 329 haqida fikr bildirdi. UFC haqida fikrim shuki, bu MMA. Bu sportda hamma narsa bir soniyada o'zgarishi mumkin. Men hech qachon raqibimning jarohatidan xursand bo'lmayman. Sportchi uchun eng og'ir narsa mehnat qilib oktagonga chiqib, jangni o'zi xohlagandek yakunlay olmaslik. Max Holloway esa professional sifatida vazifasini bajardi. U tayyor edi va vaziyatdan foydalandi. Maxni g'alaba bilan tabriklayman. Albatta Conorni qanday jangchi ekanligini bilasiz. Esingizda bo'lsa, Conor meni oilam, dinim haqida juda yomon gaplarni gapirgandi. Bu mag'lubiyat esa bu yaratganning jazosidir, deb aytib o'tgan Khabib Nurmagomedov. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham Conor McGregorni tezroq sog'ayib, yana janglarga qaytishini tilab qolamiz. Albatta siz ham ushbu jang to'g'risida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.